9 dekabr Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi kuni munosabati bilan dunyo miqyosida Xitoyning erkiy qirg'inchiligiga qarshi turli faoliyatlar o'tkazildi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 8 dekabr kuni Washingtonda birlikda axborot e'lon qilish yig'ini chaqirdi. Xalqarodagi dongli advokatlar, olimlar, mutaxassislar va shohidlarning ishtirokida, shuningdek Uyg'ur sud kollegiyasi sohibxonligida chaqirilgan 2021-yildagi Uyg'ur sudi shu yili 9 dekabr kuni rasmiy holda Uyg'ur navbatda duch kelayotgan bostirishlar, erkiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat turida xulosa chiqargan edi. Dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq faoliyatchilar 9 dekabrni Uyg'ur erkiy qirg'inchilik kuni deb bekitib, bu reallikni dunyo miqyosida texmi keng tunutish va e'tirof qildirishga kuch chiqarib kelgan edi. Uyg'ur Times'ning xabar qilishicha, kishilik huquq qo'g'duvchilar uchur markazi 12-oyning 2-kuni Uyg'ur naqshchisi Ablajon Avud Ayubning 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini xabar qildi. Yaqinqi yillardan buyon u Uyg'ur naqshchiligida yangilik yaratib, cho'nglar orasida olqishga erishib qolmasdan, bo'libmi Uyg'ur bolalarining yaxshi ko'rgan yaqin naqshchisi do'stiga aylangan. 2018-yil 3-oyda u Xotan viloyati soqchilar tomonidan tutib ketilib, qayta tarbiyalash lageriga evatilgan. Bir necha oydan keyin uni 2029-yil 3-oygacha 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, bu og'ir jazoga Ablajon Ayubning Uyg'ur madaniyatini maqtaqanligi va tashviq qilganligi hamda Angliya BBC xabar torining ziyoratini qabul qilishga qo'shilganligi bilan munosabatlikkan. 9 dekabr Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi kuni munosabati bilan Turkiya insonparvarlik fondi jamiyatining uyushtirishida Turkiyaning nurg'un shaharlarida, jumladan Istanbul va Anqarada duo, namoyish va axborot e'lon qilish faoliyatlari o'tkazildi. Istanbulda juma namozidan keyin Fatih jamoasida Xitoyning erkiy qirg'inchiligiga qarshi axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi va duo qilindi. Anqarada bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfi, Uyg'ur akademiyasi vaqfi va Uyg'ur tadqiqot institutining uyushtirishida Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi kuni munosabati bilan axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Amerika hukumati Tibetdagi mahbuslarni qiynash, o'ltirish va majburiy tug'maslik qatorliq jinoyatlarda mas'ul e'tibor ikki yuqori darajali Xitoy amaldoriga og'ir kishilik huquq dafsandichiligi sababli embargo yurgizdi. Amerika hukumati 2016-yildan 2021-yilgacha Tibetda partkom sekretari bo'lgan Wu Yingji va 2018-yildan boshlab Himolaya rayonida soqchi boshlig'i bo'lgan, hozirmi vazifa o'tayotidi deb qaralgan Jang Jongboning embargo tizimligiga kirgizilganligini va ularning Amerikadagi barliq mol-mulkining to'ng'itilganligini e'lon qildi. Saudiya Arabistonining poytaxti Riyodda o'tkazilgan Xitoy Arab davlatlari boshliqlar yig'inida Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusini qo'llash, taraflar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish va har qatimliq boshliqlar yig'inini Bejingda o'tkazish qarori chiqdi. Saudiya Arabiston xabar agentligi SPA'ning xabariga qaraganda, tunugun Xitoy prezidenti Xi Jinping shundaqla Arab davlatlarining rahbarlarining keng ko'lamda qatnashishi bilan o'tkazilgan boshliqlar yig'inining xulosa doklati e'lon qilingan.